tuxumdon follikulyar kistasi bu funksional kista hisoblanadi, ya'ni follikularni yetilib yorilolmay qolish natijasida yuzaga keladi. Bu asosan yallig'lanish kasalliklari yoki gormonal o'zgarishlar, masalan, prolaktin gormoni oshib ketishi yoki buqoq bezi gormonlarining buzilishi yoki testosteron gormonining oshib ketishi kabi holatlarda yoki gipofiz bezi kasalliklarida yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda biz asosan sababini topib, kerakli davo muolajalarini, kistalarni so'rilishtirishga qaratilgan davo muolajalarni o'tkazamiz va dinamikada tekshiramiz. Agar ushbu bemorimizda 3 oy davomida kerakli davo muolajalarni o'tkazganimizdan so'ng ham o'tib ketmasa yoki bemorni bezovta qilsa, og'riq bersa yoki kistani buralib qolish yuzaga kelsa yoki kista yorilolmay yoki so'rilolmay qolgan holatlarda biz operativ yo'l bilan olib tashlashni bizga to'g'ri keladi. Ko'pincha laparoskopiya yo'lini tanlaymiz. Laparoskopiya amaliyotida tuxumdon zaxirasiga ziyon yetkazmagan holda kistani kapsulasi bilan olib tashlaymiz. Olingan materialimiz kerak bo'lsa, gistologiya tekshiruviga yuboriladi.